Bemorimiz keldilar Qoraqalpog'iston Respublikasidan lab sohalarida shu toshmalar bilan. Toshmalar qachondan beri bor? 10 yildan beri bor. 10 yildan beri bor ekan toshmalar. 10 yil davomida shifokorlarga murojaat qilgandirsiz. Ha, albatta qildim. Murojaat qilgansiz, har xil davo muolajalar olgansiz. Ular o'sha ko'proq allergik protsess deb o'ylashgan. И bu yerga o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasida bitta mutaxassis dermatologga uchraganlar, ular ko'rganlarda to'xtab turgan, bu yerda allergiya bo'lmasligi mumkin deb Toshkentga yuborganlar, to'g'rimi? Gistologik tekshiruvga. Biza o'sha lab soha pastidan oldimi? Mana pasti lab sohalaridan, mana shu sohadan kichkinagina teri kesib olib tekshirdi. Hozir javobiga keldilar va biza bu yerda gistologiya qildik, ya'ni mikroskop orqali gistologiyada ko'rib turibmiz. Imенно bularga tegishli bo'lgan labdan olingan gistologiyani va bu yerdagi belgilar orqali biza porokeratoz degan tashxis qo'yamiz. Va bu porokeratoz imенно lab sohasida kamroq uchraydi. Shuni hisobiga doktorlar adashishi mumkin. Mana bu xuddi shunga o'xshagan случай bo'lgan, ya'ni bu chet el adabiyotlarida shunaqa bemorni ko'rib описание qilishgan. Va mana bularda ham xuddi shu narsaga to'g'ri kelyapti. Ya'ni porokeratoz mebeli. Xudo xolasa 10 yil davomida yurgan sarson sargardonligingiz tugadi. Buni o'zining lechenalari bor. Xudo xolasa lechena qilamiz. Keyinagina mana shunaqa teri orqali biza tashxis qo'yib beramiz qo'limizdan kelgancha va bu tashxis asosan aniq bo'ladi va mana shunaqa xulosa yozib beramiz va xulosa orqali shifokorlarimiz lechena qilib berishadi.